Hurmatli Gold Mobile obunachilari, assalomu alaykum. Men sizlarga bugun juda ham qiziqarli narxda Samsung flagman va iPhone'lar narxlarini tanishtirib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa. Undan oldingi videolarga nisbatan smartfonlar narxlari xudo xolasa arzonlarga men sizlarga qo'limdan kelganicha imkon qadar arzon narxda kelgan sifatli smartfonlar taklif qilaman men sizlarga. Sifatiga albatta javob beramiz. Narxlar ma'qul kelsa bemalol zakaz berishingiz mumkin. 12 ta viloyatga dastavkamiz mutlaqo bepul. Tezkor pochta orqali har bitta smartfon garantiyasini yetkazib beramiz va bu smartfonlar IMEK registratsiyasi 100% rastan o'chga bo'lib o'tgan bo'ladi. IMEK tomonlama muammo bo'lmaydi. Biz adres so'raganlar uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Ansor savdo markazining ro'parasida joylashgan. Kelib bemalol xaridni amalga oshirsa ham bo'ladi va albatta dastavkaga chiqarib beramiz. Xo'p, birinchi bo'lib sizlarga men juda ham arzon narxda 14 Pro taklif qilaman. Eng skromniy va seryozni qora rangda katta bolalar ishlatadigan Samsung iPhone 14 Pro 256 talik, batareya yo'nalishi 97%, amerikanskiy ellar regionida. Bunaqangisi bir keladi, bir ketadi. Bitta ko'ring telefonni. Yangidek holatda turibdi. Bu sim karta o'qimaydi. Sim karta o'qimaydi. eSIMligini sababini tushuntirib o'tib ketaman. Bu amerikanskiy regionlarda 14 lardan boshlab sim karta tushmaydi. Amerikanskiyda faqat onlayn sim karta ulatasizlar kompaniyaga kirib, bemalol 4 tagacha ulatib ishlatsalar ham bo'ladi. Narxi ham qulay narxda. $500 taklif qilaman men sizlarga. Bunaqa narxda xudo xolasa ancha-muncha joydan qidirib ham topolmaysizlar. 97 batareya foizi. Keyin men sizlarga S24 Ultra 12 operativga 256 lik xotira, 5000 amperlik batareya, 200 megapiksellik tiniq kamera, taniq zo'r yaxshi holatda bo'lib turibdi. Bitta sim, 4 ta eSIM, eSIMlarigacha ro'yxatdan o'tgan. Smartfonlar holati yaxshi, hurmatli obunachilar. Bularda bitta ikkitadan ozginadan sal petnolari bor. Bilinmas. Videoga Telegramdan yozsalar tepadagi raqamlarga har birini video qilib tashlab beramiz. Narxi ham shunga yarasha arzon narxda $660 tashkil qiladi. Keyin men sizlarga juda ham qiziqarli narxda bitta smartfon taklif qilaman. Samsung S22 Plus 5G 8 operativga 256 lik xotira, 4500 amperlik batareya. Smartfon holati chotki sostoyanida trading asosida olib qo'yganmiz. Narxi juda qulay narxda $275. $275 S22 narxida taklif qilyapman. Smartfonda hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q, faqat trading asosida olingan. Shuning uchun narxi arzonroq. Koreyadan kelmagan, O'zbekistonda ishlagan, lekin holati juda ham a'lo darajada smartfonda. Arzon narxda xudo xolasa ancha-muncha joydan qidirib topolmaysizlar. Keyin sizlarga S21 Plus 5G violet rangini taklif qilaman. 8 operativga 256 lik xotira, 4800 amper batareya. Eng tiniq sostoyanida $235 tashkil qiladi. Legendarniy Samsung S10 5G salafan holatda 8 ga 256 lik xotira, 4500 amperlik batareya. IMEK registratsiyasi ofitsial holatda ro'yxatdan o'tgan. $185 dan super arzon narxda taklif qilaman. Samsung S23 Fan Edition 8 operativga 256 lik xotira, 4500 amperlik batareya. Bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. Yangidek holatda bo'lib turibdi smartfon, hurmatli obunachilar. To'rala tomoni salafanda bu smartfonni eng hadavoy va skromniy oq rangda $310 taklif qilaman men sizlarga. Yangi telefon qana bo'lsa, xuddi shu narsasida nuqta deb petnosi ham yo'q. Gapimizga javob beramiz. Keyin sizlarga Samsung S22 Ultra taklif qilaman. 12 operativga 256 lik xotira, 5000 amperlik batareya. Salafanlari olinmagan smartfonni ko'ring. Tepalarida va pastlarida yangidek holatda bo'lib turibdi bu smartfon. Faqat shu orqasida kirishkasida chexolda nuqta bo'lib chiqib qolgan. Unaqa strashniy narsa yo'q smartfonda. $399 taklif qilaman men sizlarga. Va keyin 12 ga 512 taligini ham ko'rsatib o'taman. Salafan holatda bu ham zo'r sostoyanida $420 taklif qilaman. Va keyin S22 Ultra 12 ga 256 lik xotira, 5000 amperlik batareya, oq rangda $410 taklif qilaman. Samsung S21 Ultra'ni eng tiniq sostoyanadagilarni ko'rsatyapman sizlarga. 12 operativga 256 lik xotira, 5000 amperlik batareya, Exynos 2100 birorta petno bo'lmaydi. $320 dan xarid qilish imkoniyati bor. Samsung Note 20 Ultra, Note seriyani eng oxirgi modeli $275 ga super arzon narxda taklif qilaman. Samsung S24 5G elegantniy va kompaktniy, bitta sim, 4 ta eSIM, koreyskiy regionda 8 ga 256 lik xotira, holati yaxshi, ko'rsalar ham bo'ladi. Narxi ham qulay narxda $440 tashkil qiladi. Keyin sizlarga S23 5G ko'rsatib o'taman.
8 ga 256 xotira 3900 amperli batareya, bitta sim, 4 ta eSIM. $150 eng tiniqlarini ko'rsatyapman sizlarga. Samsung A82 5G 6+6 RAM 128 xotira, oldi va orqalari qayrilgan. Qora rangda zo'r holatda bo'lib turibdi. $165 dan taklif qilaman. Samsung M33 5G 6 ga 128 5000 Ah taniq holatda $105 ga. Note 20 larni ishlatish vaqti keldi. Arzon narxda $195 ga 8 ga 256 lik Note 20 lar taklif qilaman. Bronzeviy ranglarda. Va keyin sizlarga noodatiy, необычный smartfon Techno Spark 40 Pro Plus smartfon taklif qilaman. 8 ga 256 lik xotira, oldilari qayrilgan. Juda ham chiroyli dizaynda va juda ham ingichka ishlangan smartfon. Ekranlarni bitta ko'ringlar. Juda ham plavniy ishlab berar ekan va yargi ekran. Sochniy smartfon $165 ga qiziqarli narxda taklif qilyapman sizlarga, hurmatli obunachilar. Samsung S23 Ultra ko'rsataman. 12 ga 256 lik xotira, 5000 amperli batareya, holati zo'r, salafan holatda $515 ga taklif qilaman. Bunaqa narxda topolmaysizlar, xudo xolasa. Keyin sizlarga iPhone 15 Pro ko'rsataman. 128-87%. Eng skromniy va seryozni qora rangda. Bu smartfon zo'r holatda. Bitta sim, eSIMlarigacha ro'yxatdan o'tgan. Bemalol ishlataverasizlar. 600 hop $20 ga taklif qilaman sizlarga. Keyin sizlarga iPhone 12 Pro lar ko'rsatib o'taman. 128 amerikanskiy. Bitta sim, 4 ta eSIM podдержка qiladi. 89%, 128 talik, 256 talik 86%. Holatlari chotki, yaltirab turibdi. Xo'p, 128 taligini men sizlarga, hurmatli obunachilar, $310 ga taklif qilaman. 256 taligini esa $325 ga super arzon narxda taklif qilaman. Bunaqa narxda topolmaysizlar. iPhone 12 256 talik, bitta sim, 4 ta eSIM. Batareya yo'mkisi 88%. Juda ham chotki sostoyaniyada bo'lib turibdi smartfon. Zakaz beringlar, buni $285 ga qilib beraman. Xo'p. iPhone 12 6488 Red produkt ayollar uchun bitta sim, eSIMgacha ro'yxatdan o'tgan. $225 ga taklif qilaman. iPhone 13 lar bor, keyin 128 talik, batareya yo'mkislari 88%, taniq holatda $350 dan. Xo'p, iPhone 14 128 83%, holati zo'r, bitta sim, eSIM $395 ga taklif qilaman. Xo'p, keyin Samsung S22 5G ni 2 dona qora ranglilari va 2 dona ro'zviy ranglilarni taklif qilaman. 8 ga 256 lik xotira, 3700 amperli batareya, holatlari zo'r sostoyaniyada. Qora ranglilarni men sizlarga arzon narxda taklif qilaman, hurmatli obunachilar. Chotki holatda turibdi. $265 dan xarid qilish imkoniyati bor sizlarda. Bu ranglarini esa $260 dan bemalol zakaz beraverasizlar. Keyin S21 5G qora ranglari eng skromniy 8 ga 256 lik xotira, 4000 amper, taniq sostoyaniyada $200 dan qilib berishga tayyorman men sizlarga. Qaranglar, chotki holatda bo'lib turibdi. Bir dona arzonroq narxga so'raganlar uchun $195 ga, $190 ga taklif qilaman. Bo'lsa $10 chegirma bo'lsa, holat hamma yo'q zo'r. Yozsalar ham buni ham video qilib sizlarga tashlab beraman. Xo'p, xudo xolasa hamma modellarni men sizlarga tanishtirib o'tdim. Bemalol qaysi smartfon yoqqan bo'lsa, Telegramdan yozinglar. Ma'qul kelganini men sizlarga video qilib tashlab beraman. Yo'qsa zakaz berasizlar. Oldindan to'lov 200 ming, qolgan telefon yetib borganda qo'lingizga olib tekshirganingizdan keyin. Xo'p, bizni Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramda juda ham qiziqarli layfhaklar ketyapti. Juda ham qiziqarli videolar postga joylab boryapmiz. Обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da hali zo'r chegirmalar oldinda turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.